Ingliz tilidagi otlarda ning qo'shimchasining qo'shilishi haqida. 1 minut ingliz tilida bugun gaplashamiz. Ingliz tili otlarda ning qo'shimchasi bir necha xil uslubda qo'shiladi, e'tiborli bo'lamiz. Agar otlar shaxslar yoki jonli mavjudotlar bo'lsa, odatda apostrof s dan foydalaniladi. Ya'ni agarda Asrorning kitobi demoqchi bo'lsak, Asror's book deymiz. Ya'ni Asror apostrof s va undan so'ng book, Asror's book. Agarda s bilan apostrofni o'rni almashsa, bu larning ma'nosini beradi. Misol uchun bird's wing, qushlarning qanoti. Agarda otlar jonsiz bo'ladigan bo'lsa, jonsiz narsalardan iborat bo'ladigan bo'lsa, ofdan foydalaniladi. Masalan, the roof of house, uyning tomi. E'tiborli bo'lishimiz kerak bo'lgan narsa, ikki ot o'zbek tilidagi nisbatan o'rni almashadi. Ya'ni uy keyinga o'tadi, tom so'zi oldinga o'tadi. Ya'ni roof va house, the roof of house.